Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan yosh kitobxon tanlovining dastlabki yillarida 200 ming nafar yosh ishtirok etgan bo'lsa, endi ularning soni salkam 6 barobarga ortib, 1.200.000 nafarga yetdi. Demak, yurtimizda kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan qadamlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Shubhasiz, bu jarayonda eng yaqin ko'makchiga aylanadigan mutolaaxonalar faoliyatini tahlil qilish ham muhim masalalardan biridir. Shundan kelib chiqib, bugundan yurtimizda 14-milliy axborot kutubxona haftaligi boshlandi. Tadbirning dastlabki kun tafsilotlari muxbirimizning reportajidan o'rin olgan. Bu yil 14-marotaba o'tkazilayotgan Infolib O'zbekiston Milliy axborot kutubxona haftaligi mutolaasevarlar va soha xodimlarining eng kutilgan tadbiri. Negaki aynan mazkur loyiha o'z ichida bir nechta mavzularni birlashtiradi, balki tizimdagi faoliyatni tahlil qilishga imkon yaratadi. Uning ochilish marosimida so'z olganlar ham yurtimizda kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqish haqida bir nechta faktlarni keltirishdi. Joriy yilda prezidentimiz qarorlari bilan yoshlar uchun 1000 kitob loyihasi doirasida 27 nusxada 81 ming dona sara asarlar o'zbek tiliga tarjima qilib barcha axborot kutubxona markazlariga yetkazildi respublika bo'ylab va kimki axborot kutubxona markaziga borib ularni mutolaa qila olmasa, mutolaa mobil ilovasi orqali bu kitoblarni elektron variantlarini ham bemalol o'qib, ulardan foydalanishlari mumkin. Bolalarimizga kitob o'qishni o'rgataylik, qolgan hamma ezguliklarni kitobning o'zi o'rgatadi. Haftalikning asosiy tadbirlari har doimgidek yurtimizdagi eng yirik axborot markazi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Milliy kutubxonasida o'tkazilmoqda. Mazkur ziyo maskani o'z fondida 6,5 milliondan ortiq kitobni qamrab olgan va bugun ularning soni yana bir nechta yangi adabiyotlar bilan boyidi. Boisi Infolib tadbirlari qatoridan har yilgi an'anaga muvofiq yangi qo'lyozmalar taqdimoti ham o'rin oldi. Bundan tashqari hozir ishtirokchilar kutubxona bo'ylab ekskursiya, maxsus ko'rgazma va axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishmoqda. Demak, bu yilgi haftalikning nufuzi va qamrovi oldingi yillarga qaraganda ancha yuqori. 50 dan ortiq tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan va shu bilan bir qatorda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar axborot kutubxona markazlarida ham ushbu haftalik doirasida turli tadbirlar o'tkaziladi. Bu yil kitob taqdimotlarimiz juda ham ko'p, turli shoir va yozuvchilarning kitoblari taqdimotlari bo'ladi va shu bilan bir qatorda nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu yilgi haftalik tadbirlari qatoridan 5-yosh kutubxonachilar forumi ham o'rin olgan. Loyiha joriy yilning 14-noyabrga qadar davom etadi. Muxlisa Abdujalil va Hojakbar Ibatullayev, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.